turganida o'sha Lifan modelni yangi versiyasi. Xitoy original. Buni 150 kubali 250 ga 200. Bu 200 kubali. Buni ichida vibravali bor. Mana shu motor qimirlamasdan ishlab turadi. Ko'rib turganlaringiz. Umuman vibratsiya yo'q, yongan holat. Kalibaniyasini o'zi regirovka qiladi. O'tirdingiz, vibratsiya 0. Radiator охлаждение, 4 ta kontaktli, 18 dyumli razmerdagi diska, tormoz sistemalari ABS emas. Diskali tormoz. Tezligi 180 gacha. Shunda kerak bo'lsa, manzilimiz Qarshi-Quruq, Samarqandda mana bu baklarni ko'ryapsizlar. Bitta post oldida boya ko'rib turganlaringizdek mana uni reklama qildik. Bu radiatorning охлаждениесі yo'q. Bunda bor. Ko'rib turgansiz. O'z bitta yoqib ko'rsing dedim, haqiqatan ham zo'r ekan. 30 million narxi. Kimdaga kerak bo'lsa, 30 million joyida yana kelishib, chiroyli qilib berib yuboramiz. Samarqand bo'yicha dastavka tekin.